PSG nega Neymar uchun 222 million yevro to'ladi? Bu pulga yuzlab hashamatli uylar yoki bir nechta xususiy samolyot sotib olish mumkin. Xo'sh, Neymar nega bunchalik qimmat? 2017-yilda PSG futbol tarixidagi eng shov-shuvli transferni amalga oshirdi va Neymarni Barselonadan 222 million yevroga sotib oldi. Bunga birinchi sabab uning o'yini. O'sha paytda Neymar dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri edi. U gol urardi, assist berardi va raqiblarni bir harakatda ortda qoldirardi. Ikkinchi sabab esa bu Messi. Barselonada Neymar doimo Messining soyasida qolayotgandek edi. U esa o'z jamoasining asosiy yulduzi bo'lishni xohlardi. Uchinchi sabab marketing. PSG Neymarni shunchaki futbolchi sifatida emas, balki butun dunyo taniydigan brend sifatida ko'rdi. Uning transferidan keyin klubning mashhurligi va forma savdolari rekord darajada oshdi. Shu tariqa Neymar futbol tarixidagi eng qimmat transferga aylandi. Sizningcha Neymar 222 million yevrolik narxni oqlaganmi? Izohlarda fikringizni yozing. Futbolga oid qiziqarli faktlar va hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun Extra Time sahifasiga obuna bo'ling.